everything. You see it plainly, but you turn away the sparkle in your eyes. And I try so vainly, and I try so vainly. I attempt to tell you everything, no lies. And I try so vainly. And I try so vainly. I attempt to tell it all. O'zbekistonlik akalar, opalar, kelinman aytgan bir chiqib ketinglar. Qaranglar, rasa toza joy ko'p ekan. Voy bilan nima bo'ldi kameraga? Amerikaliklar nima uchun qimmat mashinalarda yurishadi? Qimmat mashinalar bizning tushunchamiz bo'yicha xolos Amerikada bu mashinalar juda ham arzon. Birinchidan, ikkinchidan hammasi kreditga oladi mashinalarni, ammo kredit stavkasi yilliga 5-6% atrofida. Men oddiy qilib sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bizning Instagramdagi zombilarning orasida rosa mashhur bo'lgan o'sha BMW M5 degan mashina Amerikada 130 ming, 140 ming dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, uni rassrochkaga oladigan bo'lsanglar 5 yilga yillik stavkasi bilan 5-6% ga sizlarga oyiga 1000 dollar, 1200 dollar atrofida tushadi. Oyiga 1000 dollar, 1200 to'lash uchun qanaqa ishda ishlash kerak? Mana men oddiy dvornik bo'lib oyiga 5000 dollar pul topaman. Trakchi akalarimiz esa oyiga 20 minggacha topishadi. Bu degani hattoki dvornik ham Amerikada o'ziga любой mashinani poзволять qila oladi. Masalan, nima kelib chiqadi akalar? Birinchidan, bularning hayoti mazmuni, o'sha intiladigan narsasi bu mashina olish emas. Ikkinchidan, 37% ga kreditga mashina olib topgan tutganni keyin kreditni to'lash bilan ora bo'lib o'zini baxtsiz his qilib, lekin soответственно yo'llarda o'zidan sal mindayroq mashinada yuradiganlarni kamsitib kibrlanish degan narsalar bo'lmaydi. Uchinchidan akalar, любой абсолютно 7 bo'ladimi? Xohlagan harfiylar ko'p deb yozib olasizlarmi? Nomerlarga ahamiyati yo'q. Hamma nomerlar narxi bir xil, 50 dollar, 10 million, 100 millionlarga nomerlarni olib, shu narsa raqam bilan suka, raqam bilan faxrlanib yurmaydi. Faxrlanib raqam bilan onasini emsin. Oh men kerizali pat. Chupapi munyanya. Aka, ateistmisiz? Ko'p videolaringizda gaplaringiz kelishib ketadi. Dinni ustidan masxara qilgandek bo'lasiz. Shoshilmasdan javob beraman. Chin ko'ngildagi, qalbimdagi pozitsiyani sizga aytaman. Men ateist emasman. Kimlarning ustidan kulaman? Xudoni bergan ne'mati, Xudoni bergan mo'jizasi deb tabiatni gapirib, borib turib musor qilib chichib keladiganlarning ustidan kulib gapiraman aka. Kibr qilmaylik, odamlarni kamsitmaylik deb turib, mashinasi nomeriga qarab yoki kelib chiqishiga qarab turib, kamsitib, xarib deydigan gaplarni ishlatadiganlarning ustidan kulaman. Yoki o'ranib olib, lablarini katta qilib ishirib, maytlarga hollarini qo'yib, har bitta so'zlarini orasida mashalloh deydiganlarning ustidan kulaman. Yoki yechim olib, yarim yalang'och yuradiganlar, anu Abu Dabidagi Zayd shayxini masjidiga, oq masjidiga borib o'ranib olib, mana qilib rasmga tushadiganlarning ustidan kulaman. Aka, qisqa qilib aytganda 200 lamachilarning ustidan kulaman, brat. Sizlar Instagramda o'rganib qolgansizlar, har xil diniy gaplar gapirish, videolarga chiqib olib, bunaqa diniy so'zlar ishlatish, kommentariyalar yozish. Endi gapirmay qanaqa kommentariyligini o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Haqiqiy din, haqiqiy e'tiqod bu qalbda bo'ladi, ommaga olib chiqib ko'rsatishda emas. Qancha bu narsani ko'rsatsang, shuncha dishoviylashasan. Qalbingdagi narsa sen va yaratguvchi orasida bo'ladigan narsa, uni ommaga chiqarish shart emas. To'g'ri, og'zim ancha bunchalarkidan shalaq bo'lishi mumkin, so'kinishi mumkin, lekin o'sha joyi o'zida ham aytaman, qalbimdagi iymonim ancha bunchalarkidan ko'ra chuqurroq hamda yaxshiroq akalar.